Assalomu alaykum hammaga. Xo'p, Ramazon oyida biz har kunlik savol javob qilyapmiz. Ya'ni har kun bitta savol beryapmiz, qiziqarli savollardan, milliy sertifikat imtihonlari tushgan savollardan ularning javobini olmoqdamiz. Oxirgi paytda savol berishda to'xtab qoldik, chunki boshqa ishlar bilan band bo'lib, xayollar ko'tarilib jiddiy qara olmadik. Lekin men bugun o'sha ishni oxiriga yetkazib qo'ymoqchiman. Oxiridagi savolimiz bizda 7-kun savoli edi. Savolimiz bizda tadbirkor bitta ko'ylak va bitta shimni mos ravishda bir xil tan narxda sotib oldi. Ko'ylaklar bir xil tan narx, keyin buruklar bir xil tan narx. Agar ko'ylakni 40% ga, shimni 45% qimmatlashtirib sotsa 215 ming foyda ko'radi. Agar aksincha ko'ylakni 45% ga, shimni 40% ga qimmatlashtirib sotsa 210 ming foyda ko'radi. Ko'ylakning tan narxini toping. Xo'p, deymiz. Ko'ylakni biz masalan rubashka deb olsak, burukni B deb olamiz. Ikkalasini birga rubashka plus buruk roni A so'mga sotib olgan. Aytyapti, agar rubashkani ko'ylakni 40% ga oshirsa, ya'ni 1.4 rubashka qilsa va burukni 45% ko'tarib sotsa, u 215 ming foyda ko'radi. Ya'ni sotib olgan summasidan 215 ming ko'proq sotadi. Agar u rubashkasini 45% ga oshirib, burukni 40% ga oshirsa, u sotib olgan summasidan 210 ming foyda ko'radi. Bizda savol bo'lyaptiki, bitta rubashkani себестоимости qancha? Ya'ni uni tan narxi qancha? Bundan ko'rinib turibdiki, men birinchi tenglamadan ham, ikkinchi tenglamadan ham A ni topa olmoqchiman. A bizda 1.4 rubashka, 1.45 buruki, minus 215 ming. Bu ham shunaqa. A ravno 1.45 rubashka, 1.4 buruki, minus 210 ming. Bundan ikkalasini tenglashtirib qo'yaman. Ya'ni bizda 1.4 rubashka, 1.45 buruki, minus 215 teng 1.45 rubashka, 1.4 buruki, minus 210 ming. Xo'p, buni rubashkani o'ng tomonga, burukni chap tomonga o'tkazamiz. Buni chiqadi, 0.05 buruk. Bu tomonga o'tkazib qo'ydik, ikkalasini chap tomonga. 0.05 rubashka teng 215 o'ng tomonga o'tadi. 5000 qoladi bu. Endi bu 0.5 sal noqulayroq. 100 ga ko'paytirib olsak, ikki tomonni ham. Bu chiqadi 5 buruk, 5 rubashka teng. 100 ga ko'paytirsak 500 ming bo'ladi. 5 ga bo'lib olamiz. 5 ga bo'lib olsak, buruk teng rubashka qo'shilgan 100 ming bo'ladi. Ya'ni bizda burukimiz rubashkadan 100 ming qimmat ekan. Agar ikkalasini sotib olgan pulni hisoblaydigan bo'lsak, A ravno rubashka plus burugidan. Ya'ni bu buruk o'rniga P plus rubashka plus 100 ni qo'ysak, qo'shilgan rubashka qilsak, ikkita rubashka qoladi. Mana umumiy topdik. Endi xohlagan tenglamamiz o'rniga buruk o'rniga P plus 100 mingni qo'yamiz. Masalan, birinchisiga qo'yadigan bo'lsak, 1.4 rubashka, 1.45 ko'paygan rubashka qo'shilgan 100 ming. Ya'ni buruk o'rniga rubashka qo'shilgan 100 ming qo'yapman. Teng A summa bizda ikkita rubashka plus 100 ming va tenglamadagi 215 ming so'm. Ya'ni men bu buruk teng rubashka plus 100 mingni birinchi ifodaga borib qo'ydim mana bunga, buruk o'rniga. Va A ni o'rniga A plus B dagi topgan qiymatini qo'yib qo'ydim mana buni. 2 rubashka plus 100 ming. Mana buni hisoblaydigan bo'lsak, bizda chiqyapti bu. 1.4 rubashka, 1.45 rubashka qo'shilgan 145 ming ekan bu. Ikkita rubashka qo'shilgan 315 ming ekan bu. Rubashkalarni bir tomonga o'tkazadigan bo'lsak, chap tomonga o'tkaza qolaylik. 285 0.85 rubashka qolar ekan. Buni bu tomonga o'tkazadigan bo'lsak, 180 ming qolar ekan. 170 ming ekan, 80 emas, 70. 315 dan 145 ayirsak 170. Rubashka topadigan bo'lsak, 170 mingni 0.85 ga bo'lamiz. Agar biz 170 ni o'zini 85 ga bo'lsak, 2 chiqadi. Yoza olamiz.
2, 3 dan bu yoqdan 2 dan pastda. 200 ming ekan. Ya'ni biz rubashkani себестоимости, ya'ni asl narxi 200 ming. Agar 1 topmoqchi bo'lsak, 200 ga 100 ni qo'shib qo'yamiz. O'zi 300 ming chiqadi. Ya'ni bu yerdan ko'rinib turibdiki, o'sha oluvchi rubashkani 200 mingga, burikni 300 mingga olgan. Xo'p, javoblar juda ko'p javoblar kelgan. Lichkamga yozishgan, guruhlarga yozishgan. Bu yerdan eng birinchi jo'natgan Abdulaziz bo'lgan. Lekin Abdulazizni o'sha yetishida xato bor. Xato nimada? Men bu hisoblaganda u 100 ming o'rniga 10 ming qo'yib ketgan. Lekin o'sha tenglamani ishlagan paytda unda rubashkasining narxi 200 ming chiqqan. O'sha anoga ta'sir qilmagan javobga. Lekin agar buruk topganda edi, 210 ming so'm qolgan bo'lardi. Lekin hozir bizning javobimiz rubashkani top deganda. O'shaning uchun Abdulaziz javob to'g'ri, lekin ichilish ozgina xato bor, lekin uni to'g'ri deb hisoblab qo'ysak bo'ladi, chunki shuncha harakat qilib birinchi topshirdi. Xo'p, bugungi kunimiz g'olibini Abdulaziz deymiz. Abdulaziz student va umumiy javoblarga o'tamiz, umumiy tahlilga o'tamiz. Ya'ni kim nechta coin yig'ishga muvaffaq bo'ldi va kim bizning sovrinimizga munosib. Xo'p, bizni kuzatishda davom eting. Yaqin vaqtda biz sizga bu javobni aytamiz.